Hop. Oxirgi 7 kun ichida nechta mijoz keldi va o'rtacha qancha pul qoldirdi? Ya'ni bir kunligini olaylik. Bir kunda nechta mijoz keladi? 10 tadan 20 tagacha, 20 tadan 50 tagacha, 50 tadan oshiq. Bir kunda. Tadan oshadi. 50 ta oshadi. Hop, o'rtacha nechta pul savdo qiladi? Bitta odammi? Ha. Bitta odam, misol bitta to'rt oladigan bo'lsa 100 ming, 120 ming. O'rtacha. 100, 120 ming. O'rtacha. O'rtachasini so'raymiz-da hozir. Ketdi. Keyingisi. Mijozlaringiz asosan kimlar? Yoshi nechida? Qayerdan kelishadi? Javob. Asosan 25-40 yoshdagi erkaklar yaqin atrofdan, mahallalardan kelishadi. Ikkinchisi uy bekalari va yoshlar 18 dan 30 yoshgacha tuman ichida. Uchinchisi turli yoshda, viloyat bo'ylab har xil joydan. Viloyat bo'ylab har xil joydan juda kam keladi. Kelmaydi, lekin asosan mana shu 40 yosh. 40 yosh o'rtasida ayollar ham, erkaklar ham keladi. Aralash 50-50 keladi. Men buni qiziqqanman. Aralash. Ayollar ko'p keladi o'ylasam unaqa emas ekan. 50-50 kelar ekan demak. Ayollar uyda turib zakaz beradi, erkaklar olib ketadi. Men buni qiziqqanman-da, erkaklar bor. Ayollar uyda turib zakaz beradi. Tushundim. Erkaklar kelib oladi. Hozir mana men klientlarim bor. Bir kunda 2 marta ham keladigan klientlarim bor-da. Yoshi bir marta ham yeb ko'rmagan ekan bu mahsulot. Raqobatchilardan sizni nima farqlaydi deb o'ylaysiz? Narxlar arzon, sifatli mahsulot va xizmat, yaxshi joylashuv, doimiy mijozlar. Sifatli mahsulot va xizmat. Yaxshi joylashuv, doimiy mijozlar yo'q-a? Doimiy mijozlar. Chunki sifat aka raqobatchingizda ham bor-da. Bor. Yo'q, ular uchun bunday narsada klientga moslashtirilmayapti ular uchun. Bo'ldi. Sizniki sifatli mahsulot va xizmat. Bo'ldi. Keyingisi, mijozlar nega aynan sizdan xarid qiladi? Doimiy mijozman deganlar ko'p. Yaqin joyda joylashganingiz uchun, sifatli mahsulot yoki xizmat uchun. Ikkinchisida xizmat yaxshilar. Yaxshi joylashgan. Bu mijozlar nega aynan sizdan xarid qiladi? Doimiy mijozman deganlar ko'p. Yaqin joyda joylashganingiz uchun, sifatli mahsulot yoki xizmatingiz uchun. Sifatli mahsulot va xizmatingiz uchun. Raqobatchilar reklama kuchliroq qiladi. Mijozlar nega ba'zida boshqa joydan xarid qiladi? Raqobatchilar reklama kuchliroq qiladi. Mahsulotimiz yo'q yoki qimmat. Bizni tanimaydi yoki esdan chiqadi. Mijozlar nega ba'zida boshqa joylardan xarid qiladi? Siz mijozlaringiz nimaga boshqalardan xarid qiladi? Xarid qiladiganlari bor. Raqobatchilarda reklamasi kuchliroq, mahsulotlaringiz yo'q yoki qimmat, sizni tanimaydi yoki esdan chiqaradi. Uchinchisi, sizni tanimaydi. Keyingisi, biror brendingiz bormi? Logotip, slogan, ranglari bor. Nimangiz bor? Benazirligi bor. Lekin ishlatolmayapsiz. Kim sizga reklama bilan shug'ullanadi? Kim sizda reklama bilan shug'ullanadi? O'zingiz, do'st yoki yordamchingiz, hech kim ishlamaydi. reklama bilan o'zim shug'ullanaman ekan. O'zingiz Instagram, Telegramlarga ham post joylaysizmi? Shunga vaqtim bo'lmayapti. Hech kim qilmaydi ekanda, Vaqtim bo'lganda o'zim qilaman, bo'lmasa qolmayapti shunday. Yo'q ekan. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanasizmi? Oxirgi post qachon chiqqan? Umuman chiqarmaymiz. Oyda bir marta post bo'ladi, haftasiga 1-2 marta post chiqaramiz. Oyda bir marta bo'lyapti. Ishchilaringiz reklama, savdo bo'yicha bilimga egami? Yo'q, o'rgatmaganmiz. Hamma o'zicha harakat qiladi. O'qitish kerak, lekin vaqt yo'q. Ochig'ini aytsam, shu maktab o'quvchilari hozir Yo'q. bular O'qitish kerak. O'qitsangiz yo'q, o'qitsangiz oladimi yo'qmi tushunmaydi bular. Yo'q, bo'ldi, tushundim. O'qitish kerak aka, bo'ldi. Boshqa yechim yo'q. Oladi, olmaydi deyishlik bu boshqa keyingi masalaga o'tasizda. Hozir bu yerda ishchilaringiz reklama, savdo bo'yicha bilimga egami?
Yo'q, o'rgatmaganmiz. Hamma o'zicha harakat qiladi. O'qitish kerak, lekin vaqtingiz yo'q. Vaqtingiz bo'lmayapti-da. O'qitgan Yana bitta narsa borda, buni o'qitsangiz, bu yosh bolalar ketib qolsa, boshqa bo'lsa. Yo, ular yana bitta temada. Yo'q, u boshqa narsa. Bu boshqa narsa. Hozir biz savolga javob bersak bo'ldi aka. 13 ta savol bor xolos o'zi. Ishchilaringiz reklama savdo bo'yicha bilimga egami? Yo'q, o'rgatmaganmiz. Hamma o'zicha harakat qiladi. O'qitish kerak, lekin vaqt yo'q. Qaysi biri? Birinchidan o'rgatmaganmiz. Ikkinchidan vaqtimiz yo'q. Demak, o'qitish kerak, lekin vaqtingiz yo'q. Bo'ldi. O'zingiz haftasiga necha soat biznesingizni tahlil qilasiz? 1-2 soat, 3-5 soat hech vaqt ajratmayman. Biznes tahlil qilishganmi? 1-2 soat. Aslida 1-2 soatdan kunigami bu? Yo, qancha bu? Qancha muddat? Haftasiga. Haftasiga necha soat? 1 soat chiqishi mumkin, to'plasangiz. Men asosiy o'tirib olib shu ishni. Haftasiga 1 soat deyapsiz-da. Kuniga 10 minutdan deyilyapti-da. Oxirgi 6 oyda reklama uchun qancha pul sarfladingiz? 500 ming, 2 million, 2 million plus. Endi buchi, misol biz joyimiz o'zgartirib ketdimizda. Yo'q, u boshqa narsa. Brend savdoni oshirish uchun demoqchiman. Ha, necha pul variantlar bor? 500 ming, 2 million, 2 million plus. 500 ming 2 million. Chunki bloger chaqirdi. $100 berib. Bo'ldi, shuni yurg'izdik. Raqobatchilar qanday reklama qilyapti? Billboard, banner, Instagram va Telegram. Nima qilyapti bilmayman. Billboard, Telegram, Instagram nima qilyapti bilmayman. Qanday reklama? Qanday? Tekshirib ko'rdingizmi? Men o'zim ishonchda raqobatchilar bo'yicha ishlaganman-da. Men juda yaxshi analiz qilib turaman ularni. Reklama qilmayapti. Reklama qilmaydi. Yo'q reklama. Bu o'zi reklama, do'konda o'zi lokatsiya, vashcha mo'shni joyda. Bu sizning fikringizda? Yo'q. Yenasida banner ham osib qo'ydi-da, qiziq o'sha o'zi. Yo'q, bo'ladi. Har kuni necha marta mijoz nima xohlaydi degan savolni o'ylaysiz. Aka, to'xtang, o'zi billboard. O'sha hozir o'zini do'konda o'ziga osib qo'ygan banneri billboardga kiradimi? Billboardga kirmaydi-ku. Billboardga kiradi. Do'konda afishasida. Bo'lmasa billboard ekan. O'ziga bir dona qilib qo'ydi-da, shunaqa. Mayli, shu hech bo'lmasam billboard banner qo'yganda. Billboardni mana peshonada turadi mana. Yo'q, u ham billboard, lekin banner ham bor-da, billboard va banner deyilyapti-da. Ha, billboard ekan. Billboard banner, lekin reklama qilmaydi. Tashqarida. Ha, bu joylarga izohiga yozib qo'ydim-da. Yo'q, ha. Xo'p, har kuni necha marta mijoz nima xohlaydi degan savolni o'ylaysiz. Kamdan kam haftada 1-2 marta, har kuni 1-2 marta o'ylayman. Doim har qarorda mijoz haqida o'ylayman. Har kuni necha marta mijoz nima xohlaydi degan savolni o'ylaysiz. Savol. Ikkinchisi javob. Kamdan kam haftada 1-2 marta, har kuni 1-2 marta o'ylayman. Doim har bir qarorda mijoz haqida o'ylayman. Har kuni 1-2 marta o'ylayman shu. Har kuni. Oxirgi varianti nima edi?